Simyoq.com saytiga kiramiz. O'ng tomon tepa burchakda profil knopkasini bosamiz. Bu yoqda elektron pochta yoki telefon nomeri orqali ro'yxatdan o'tamiz. Ommaviy ofertani belgilaymiz. Bizga SMS kod keladi. Shu kodni kirgizamiz va tasdiqlashni bosamiz. Veb-saytdan ro'yxatdan o'tib oldik. Endi boradigan joyimizni, davlatimizni tanlaymiz. Bu yoqdan paket tanlaymiz va xarid qilish knopkasini bosamiz. Tarif bo'yicha ma'lumotlar va to'lov usullari chiqib keladi. O'zingizga yoqli bo'lgan to'lov usuli orqali to'lovni amalga oshirasizlar. Payme orqali biz to'lovni amalga oshiramiz. Smartfonimizni esimni tekshirgan bo'lsa belgilab ketamiz va to'lovni bosamiz. To'lovga o'tadi. To'lovni amalga oshirganimizdan keyin veb-saytga qaytamiz. O'ng tomon tepa burchak profil knopkani bosib, esimlarning bo'limiga kiramiz. Biz sotib olgan esim paydo bo'ladi. Ko'rishni bosamiz. Ma'lumotlari chiqib keladi. Bu yoqda bizga QR kod ham berilgan bo'ladi va link berilgan bo'ladi. iPhone telefon foydalanuvchilari link orqali ham aktivatsiya qilishlari mumkin. Biz hozir link orqali telefonga aktivatsiya qilamiz. Aktivitni bosamiz. Продолжить bosamiz. За границей tanlaymiz. Голоси данные tanlaymiz. Gotovani bosamiz. Esim telefonimizga uстановка bo'ldi. Endi для поездки esim Go ga kiramiz. Esimni yoqamiz. Tagida roaming данныйni ham yoqib qo'yamiz. Borganimizdan keyin sotuvga данныйga kirib turib, для поездки esim Go ga o'zgartirib qo'ysa, internet ishlashni boshlaydi.